Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlarga iliosakral sohasidagi og'riqlarni ajratishga yordam beradigan Faber test haqida ma'lumot beramiz. Faber testi bemorni yotgan holatda bajariladi. Tizza bo'g'imidan 90 gradusga bukiladi va umumiy oyoqqa 4 shakli beriladi. Shunda bemorni qarama-qarshi tosdan stabilizatsiya qilib, bukilgan tizza bosiladi. Bosim berish jarayonida iliosakral bo'g'imida hosil bo'ladigan og'riq testni musbat ekanligini, og'riqning yo'qligi esa testni manfiy ekanligini ko'rsatadi. Faber testining sutlikka ko'ra sezuvchanligi 57%, spesifiklik 71% ni tashkil etadi. Xulosa qilib aytganda, Faber testi iliosakral bo'g'im muammolarini differensiatsiyasida keng qo'llaniladi. U bemorlarda boshqa klinik testlar va radiologik tekshiruvlar bilan birgalikda o'ta yuqori samaradorlikka ega.